Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamı da bugün İmam Bukhari Hazretleri peşim namazının vakti zaval vakti da değil. Zaval degende mi yani ki bu şu künneki taza şu cın tiklişip kayrılgan vakti. Mesela quyosh mashriqdan chiqib mag'ribga patqichlik oralig'ida chiqqan vaqtida bir oz bir nima paydo bo'ldi. Masalan, bir tal hosil qo'ygan bo'lsak yoki bir tomni desak, masalan, quyosh chiqqan vaqtida uning soyasi bo'ladi. Bu quyosh ko'tarilgan sari bu soya kichiklaydi, yo'qaydi, oxirida yo'qaydi soya. Soya bir yo'qab, yana bir qayt bir soya paydo bo'ladi. Endi quyosh yana tiklishib, bir oz qayrilgan vaqtida, shu orbitdan. Shu vaqtida yana soya azroq paydo bo'ladi. Kichik soya paydo bo'lgan vaqtning o'zi ham shu zavol vaqti shu. Demak, peshimning vaqti shu zavol vaqtida deb shundoq deganimda. Bu yerda har bir namozning vaqtini bekitib ayrim tushuncha beryapti Imom Buxoriy Hazratlari. İmam Cabir radıyallahu anhu sahabe. Cabir radıyallahu anhu deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peşimni Hacire de okuydu deydi. Hem de Hacire degan nima degan desek, issiqda qattiq bo'layotgan kunduzning qap o'ttirdi o'qiydi dedi. Nemishqa bu kunduzning bu vaqtini Hacire deb atagansa, Hacir degan terk etmek, tashlamak degan gap. Chunki shu ayni vaqtdagi kishilar bu vaqtida mashg'ulot qilishdan o'zini to'xtatgan yoki mashg'ulotni tashlagan. Bu qattiq bo'lgandan keyin bu yerda orom oladigan holat shakllangan. Shuningdek bu hajira deb atalgan bu tush vaqti. Endi 540-numurlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi. Abul Yaman deydi bizga Shuayb İmam Zuhriydan hadis so'zlab bizga xabar bergan. İmam Zuhriy deydi menga bu hadisni Anas ibn Malik radhiyallohu anhu xabar bergan bo'lib, haqiqatan Janobi Rasululloh quyosh sal qayrilgan vaqtida chiqib peshim namozini o'qiydi. Yoki chiqib peshim namozini o'qigan edi. Peshim namozini o'qigandan keyin Rasululloh munbarga chiqib qiyomatning ahvolatlarini bayon qildi. Qiyomat haqidagi nurg'un buyuk ishlarni bayon qilib o'tdi. Cho'ng ishlarniki bayonini bunda bo'ladi, anda bo'ladi degandek Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomatning ahvolatlarini bayon qilib o'tdi. Ondan dedi Janob Rasululloh. Bir narsa so'ramoqchi bo'lganim, nima so'rsa hozir, mishada so'rab olsin. Nemi sorsa men shuni mush o'rinimda bo'ladi ekanman, men shuningki avolatlarini deb beraman. Masalan, davzaq to'g'riliq, qiyomat to'g'riliq, arish to'g'riliq, xudo to'g'riliq, g'aybiyat demin. Hammani men mishada bo'lsam-kan, mishada deb beraman dedi. Bu yerda nimani bildirdi degan vaqtida, shu vaqtninki o'zida hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'aybninki xabarini olayotgan holatda. Demek Peygamberimiz g'aybni mutlaq biladi deganlik emas. Yani Allah xabar bergan vaqtning o'zi biladi. Shu paytda biladi degan bo'ldi. Kishilar shunday hammamiz yig'lab ketdi qattiq deydi. Peygamberimiz so'ranglar, nima so'rsangiz so'ranglar dedi. Ayt bir xil ochiq bilan. Abdullah ibn Huzafat Sahmi qo'pib dediki, ya Rasululloh, dadam kim o debdi. Dadang Huzafa dedi. Balki dadasi to'g'riliq bir shak shubhalar, gap so'zlar anglagan bo'lishi mumkin bu odam. Shuni so'ragan bo'lishi ehtimol. Anda payg'ambarimiz yana so'ranglar dedi. Umar ibn Xattob tizilib turib dediki, yani bu nimani bildirdi deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki, ama shu masalalar men deb bergan qiyomat to'g'riliq, g'aybiy masalalar haqida bir shak shubha bo'lib qolmasin deb so'ranglar, qanday gap bo'lsa so'ranglar, men aniq xabarini beraman deb Rasululloh etrafına tikilib turib shu bir xil g'azab holati davatida bu gap degandan keyin Umar ibn Xattob Rasulullohning oldiga tizilib turib dediki, Allohning parvardigori ekanligiga rozi bo'ldik. Islomning bizning dinimiz ekanligiga rozi bo'ldik. Muhammad alayhissalomning bizning payg'ambarimiz ekanligiga biz rozi bo'ldik degandan keyin
Peygamberimiz sel peskö düştü. Bu ko'ngli qanoat qilibdi, ishinibdi degandekda. Andin Janob Rasululloh dediki, "Manga hozir mushu tamning mushu ekranida, yak mushu tamning bo'shlig'ida, to'g'ri tamda jannat, do'zax hammasi manga tik qilib ko'rsatildi." Bu yerda endi bu do'zax, jannat degan bu osmon zamindan nechasi cho'ng tursa, endi qanday ko'ringanda, qanday bilgin bu ko'ralganda bu tomning shunday ekranida yuzida qanday chiqqandi degan bir savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu Allohga nihoyat oson. Masalan, kichik bir ko'zimizga butun keng dunyo petyotidi. Masalan, televizorlarimizga yo kompyuter yoki telefonlarimizga necha ming hassa cho'ng kenglikdagi osmon jismlar petyotidi ekraniga. Ana shunga o'xshash. Shunga o'xshashlam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga jannatning obishi, do'zaxning mobishi, jannat do'zaxdagi hamma narsa ko'rsatildi. Shunga payg'ambarimiz dediki, jannatdek yaxshilikni do'zaxdek yomonlikni men ko'rib boqmadim dedi. Demak, jannatning o'zini aytdi, cho'ng katta yaxshilik ekan. Jannatning o'zi eng katta yaxshilik ekan, do'zaxning o'zi eng ig'ir yomonlik ekan. deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam toat ibodatning jannat kirish sabab bo'lganligi, gunoh ma'siyatning do'zax kirish sabab bo'lganligini bu yerda bildiryotdi. Endi bu hadisga bizga muhim nuqta bu yerda nima? Imom Buxoriy keltirgan degan vaqtida payg'ambarimizning quyosh bunday qayrilib bo'g'ichi peshin namozni o'qib namozdan keyin mau nutqni so'zlaganligidagi yani peshin namozini kun qayrilgan vaqtda o'qilganligini isbotlamoqchi. Bu hadisga raviylarning tarjimalari o'tib bo'lgan, biz qaytilmaymiz. Endi 541 nomerli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Hafs ibn Umar hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot dedi bizga Shu'ba Abil Minhaldan hadis so'zlab bergan dedi. Abil Minhalninki asl ismi Sayyar ibn Salama. Abil Minhal bu yerda kunyasi. Bu adam Basrlik adam, Abi Barzat al-Aslami qatorliq kishilardan hadis anglagan. Bu kishi tabiin bo'ldi, shundaqda. Tabiin bo'ldi. Ayni vaqtdagi bir qism sahobalarni o'qigan, sahobalardan hadis anglagan. Bo'libmi Al-Umroy min Quraysh degan hadisni mush kishi bayon qilgan. Mushu hadis bilan bakrak mashhur. Ani muhaddislarniki nazarda masalan Yahya ibn Ma'in, Imom an-Nasa'iy qatorliq ulamolar Ibn Hajar Asqaloniylar bu kishini siqa degan, ya'ni ishonchli degan. Hijriyaning 129-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Ya'ni bu milodiy 747-yilga to'g'ri keldi. Demak bu odamniki mashhur shogirdlari masalan Sulaymon ibn Tarxon, Xolid ibn Mehron, Hammad ibn Salama, Shu'bat ibn Hajjaj shu mashhur muhaddislar bu kishining shogirdi bo'ldi. Endi hadis ilmi qo'shgan tuhfasi qatorida Sahih Buxoriyda 7, Muslimda 5, Nasa'iyda 4, Abu Dovudda 2, Tirmizida 1 dan hadis bayon qilgan. Endi bu kishi bu hadisni Abu Barzat al-Aslami degan sahobadan rivoyat qilgan. Bu sahobaning tarjimasini boshda o'tmabdi. Abu Barzat al-Aslaminiki asl ismi Nazlat ibn Ubayd ibn Haris Aslami, ya'ni Bani Aslam jamoatidan. Eng bu dashat musulmon bo'lgan kishilarning qatorida. Shunlashqa Xaybar, Makka fatisi, Hunayn g'azoti qatorliq urushlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga shu urush qatnashgan. Basrda, ya'ni Iroqda makonlashib, shu yerda o'zinki bolalar shu yerda yashagan. Xurosonga g'azot qatnashgan. Yazid ibn Muaviyaninki mush Umayylarniki dastlabki davrlarda bu odam o'lib ketgan. O'zinki mush miskinlarga, kambag'allarga taom berish, mushularga ko'ngil bilish, mush esil xislati bilan mashhur bo'lgan. Undan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshi bir ko'rgan bir sahoba. Undan boshqa shu Ali roziyallohu anhu bilan Xavarishlar urushiga qatnashgan. Saffin urushiga qatnashganligi xotirlandi. Marwan, Abdullah ibn Zubayr qatorliq ayni vaqtda sahobalarga o'zining qo'ygan taraflari bor. Demak, bu odamniki shu jihodiy, siyosiy va ilmiy xizmatlarniki, faoliyatlarniki halilam ko'rinarli ekanligini bilib olgan bo'ldi.
Çünkü Abdullah ibn Zubayr'ın bu Mervan'ı ayıplaşınınki sebebi hemmisi dünyanın talış buruşu da bunu bilir degan diyerek mazmunu gap qilgan. Bu şu Ahvazda Havarishlar urushi qatnashgan. Ahvaz hozirgi bugungi Ironda. 65-yillari o'lib ketganligi xotirlanyotidi. Bu kishiniki masalan o'lib ketgan o'rin haqida xilma-xil ko'z qarashlar bor. Ba'zilar Basr degan, ba'zilar Marv degan Turkmanistonniki, ba'zilar Sijiston degan, ba'zilar Herat degan, Herat Afg'onistonda. Alloh alam. Bu zotniki ba'zi bir qism siyosiy harakatlardan boshqa ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfalar qatorida masalan Sunan Nasai'de 12 tane hadisi var. Sahih Müslim'de 11 tane hadisi var. Sahih Bukhari'de 9 tane hadisi var. Abu Davud 8 tane hadisi var. Tirmizi'de 3 tane hadisi var. Demek ama şula şu 6 sahih qatarida bu kishiniki qo'shgan tuhfalar qatori hisoblanadi. Bu zot deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiydi deydi. Bizning shu atrofimizga har birimiz o'ziniki o'ttagan joyini biletti yoki o'zing hamroyini biletti deydi indiki. Payg'ambarimiz bomdod namozida 60 dan 100gacha oyat o'qiydi. Payg'ambarimiz peshim namozi o'qiydi, quyosh shunda qayrilgan vaqtida. Asr namozi o'qiydi. Bizning birimiz Madinaning yiroq bir yeriga berib qaytib kelsa, quyoshda tik bitib turgan. Bushta holatda asrni o'qiydi deydi. Endi shom namozi haqida nima deganligini unutib qoldim deydi Rabi. Endi xuftan namozi Janob Rasululloh kechining 3dan 1gachilik kechikib tursa, buni parvo qilmaydi deydi. Qanchalik kechikib turib o'qisa, bu bek parvo qilib ketmaydi dedi. Ondan dediki, kechining yarmigacha o'qiydi ba'zida. Aytdi dedi. Deydi Muaz, dedi Shu'ba, ondan uning yana bir qatam uchqashtimda shu vaqtida kechining 3dan 1 degan dedi. Demak, men yerda kechining 3dan 1 degan rivoyat bekrak sobitroq, kuchliroq bilinyapti-da. Endi bu hadisda asosan shu 5 vaqt namozniki, ya'ni 4 vaqt namozniki vaqti aniq bekitilgan. Buni Abu Barzat al-Aslami degan sahoba bu yerda aniq bayon qilib o'tayotgan. Endi u vaqtlarda chiroq bo'lmagan ekan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida hammasi asos qorong'uda o'qiydi. Ancha-muncha bunda masjidning hovlisida, bunda shaxshon bunda o'tga qilib qo'ydigan ishlar bor-da. Bu birdamlik avval. Yani demek namaz şu qarang'uda odam o'zining hamroyini to'nig'idek holatda bomdodni o'qib bo'ladi deb shundoq deydi. Yana bir nuqta hadisda ayni vaqtida masalan asrni o'qib Madinaning chetrak yerlariga berib yana qaytib kelsa kun taqshib ketdi degan gap. U vaqtdagi Madina hozirgi Madina kichiklam ya. O'sha atrofdagi shu tog' turavilarlar qo'yilindi atrofda. Ya 5-3 kilometr doiralarlar. Ya machitda Qubag'im bormaydi masalan shu paytida. Shunday degan gaplar. Hozirgidek buni keng oldi emas. 542 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Muhammad dedi so'zlab bergan edi dedi. Muhammad ibn Muqatil nomi bilan mashhur Imom Buxoriyning ustozi. Bu zot dedi bizga Abdullah xabar bergan. Abdullah dedi bizga Xolid ibn Abdurrahman xabar bergan edi dedi. Endi Xolid ibn Abdurrahman ibn Bukayr Salami nomi bilan mashhur Abu Umayyah al-Basri deyildi. Bu odamga chatoq yo'q, rostchil degandek nomlar berilgan muhaddislarniki, raviylarniki biri bu adam bu. İbn Hajar Asqalani rahmetullohi alayhi İmam Buxoriy bu adamning rivoyatidan bir hadis chiqargan namoz haqida degan. O'zi ham shu Hasanul Basri, İmam Nafi, Ibn Sirin qatorliq ayni vaqtdagi doniq muhaddislardan ilm olgan, ilm tahsil qilgan. Bu adamniki shogirdi masalan İmam Vaki, Abdullah ibn Mubaraklar, Abu Davud Tayalisilar masalan bu adamniki shogird bo'ldi hamda. Hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfalar qatorida faqat hamda bu odamniki nomida qolib qolgan bir hadis bor. Buxoriyda, Tirmizida bir, Nasaiyda bir. Demak, shu 3 hadis mush odamning nomida qolib qolgan hamda. Xo'sh, bu odam deydi, menga G'olibul Qattan hadis so'zlab bergan. Bekir ibn Abdullah al-Muzani'din. Bu kishi Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bayon qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning orqasida peshim namozlarni o'qiydik dedi. Zahira, zahoir ma'nosida ko'plik bilan kelgan. Peshim namozlarni o'qiydik dedi. Biz o'sha issiqdan qo'rqib, ensirab kiyimlarimizga sajda qilatdik dedi. Bu dinimiz rahmat, shafqat dini bo'lg'achqa, bundan cheklim bo'lmagan.
Özüň ehtiyaj tüpeýilden bolgandyken özüň kiyimlerige seyit giyse bolady diýerlik çykyp durdy. Bunada da. Lekin hem seyit gygyl bolmaýdygan bäzi äzalar bar. Meselem, bak koly alkyny ýerge goýup, alkynyň töpüne seyit gysy bolamdy dese, ýak bu bolmaýdy. Çünki bu alkanyň seyit gylyş orny bar. Bu seyit kılgan vaktimizde fakat bizden peşanımızdan seyit kılmaydı. Şu alkınımız, tizimiz, peşanımız, şu 7 azaq seyit kılışık buyuruldum diyen Cenab-ı Resulullah. Bu 7 azanın hemmisi seyit kılması olmaydı. Hem de peşim namazını esir namazına keçiktirip, ulap, yoki peşimni esirning vaqtiga yaqin qilib o'qisa bo'lamdi bo'lmamdi degan babo haqida. Hani bu 543. numaralı hadis, bu hadiste İmam Bukhari Hazretleri bizge Abu Nu'man hadis sözlep bergen idi dedi. Bu zat dedi bizge Hammad ibn Zeyd hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi Amr ibn Dinar'dın. Bu zat Cabir ibn Zeyd'din. Bu zat Abdullah ibn Abbas'dın bu hadisi bayan kıygana. Bu hadisindeki rivayet kılıngan kısmı nahayet bek güçlük ademe. Peygamberimizinki nevr enisi sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 7-8 namaz okudu dedi. Peşim esri Şam'ını xutbeni bir günü. Mesela peşim esir 4 reketin 8 reket oldu mu? 7 okudu dediğimiz Şam xutben. 3 reket 4 reket 7 oldu. Eyyub dedi, Eyyub-u Sıhhistiyani. Belki bu yağmurluk keçilerde boluşu mümkün. Belki yağmurluk keçilerde boluşu mümkün dep özün fiqhi göz qarashini Eyyub-u Sıhhistiyani bu yerda da'vatıdı. Lekin İmam Muslim rahmetullahi aleyh bu hadisin ayeti tıxı mükemmel aletler rivayet kılgan. O bolsumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peşin bilen esirni, Şam bilen xutbenni bir günsi Medine'de juglap okugan. Hiç bir cihat yak uruş endisi yoktu, yoki yağmur yoktu. Buningdan maksat ümmetlerini bir harajda, japada koyup koymay degenti dep bu hadisni tıxımı başka şekilde variantida toluqlagan. Demek bu yerda sebep tugaydi da vaqanda. Bu nima degan vaqtda özürsiz holatda ba'zida peşim asrni Şam xutbenni juglus boludu deganlik kelib chiqadi. Lekin bu hadisga bütün tarixdan buyon ulamalar asosan amal qilmagan. Rivayet qilingan, amal qilinmagan. Amma Şia Rafizilar bu hadisni asos qilib peşim asrni hozirga qadar juplab o'qiydi. Şam xutbenni özürsiz juplab o'qiydi. Lekin hamda özün ümmetiga bir haraj, bir jafo olab qolmasin degan bu yerda bir qaydni bog'lab qo'yishning o'zi lam namozni bu yerda peşim asrni juplab o'qisan bo'lmaydi, normal hajatsiz vaqtda deganni bildirdi. Lekin inson ba'zida ehtiyoj tufaylidan ma'lum qiyinchilik tufaylidan juplab o'qisa bo'ladi deganni bildirdi. Unda bo'lgankan bu bir ehtimoliy qarash. Bu Abdullah ibn Abbas'ninki sözden ilingan. Ümmetini bir harajga, japoga tashlab qo'ymash deb shunday qilgan bo'lishi mumkin degan. Bu mu İbn Abbas'ninki bir ehtimolan bir ko'z qarashi. Undaqda buni yanalam nimaga qaytirish to'g'ri keldi? Oyatga qaytirish to'g'ri keldi. Ya'ni boshqa hadislar qaytirish to'g'ri keldi. Oyatda masalan namoz o'z vaqti bilan farzga oyatlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida har bir namozning vaqtini aniq bekitgan holatlari bor. Shuni qaraganda bu yerda muhkam, ya'ni aniq dalili bor narsalarni bir xil ehtimollik va narsalar bilan qarama-qarshi kelib qolgan vaqtida aniq ma'lumotlik nasba, matni va yoki aniq bir yo'l yo'riq bor hadislarni asos qilamiz. Bu yerda albatta namozlarning aniq yo'l yo'riq vaqti borligi haqidagi hadislar nima? Yo'l yo'riq va hadislar aniq. Lekin hozirgi bu hadisning bayoni qarta Abdullah ibn Abbas'ning tushunchasi, Ayyub Sıhhistiyanining tushunchasi bor faqat. Yana shuni shundoq bir ta'kidlash kerakki, bu yerda bir qism kishilarga nisbatan tartini tutanmaydigan yoki ig'ir kasal, jafo bo'ladigan, mushaqqatlik odamlarga nisbatan namozlarni juplab o'qish haqida mush hadisni qabul qilsakmi,
xato bo'lmaydi deb qarashga bo'ldi. Chunki bu yerdagi jug'lash ma'lum bir mushaqqat nuqtasidan, bir qiyinchilik nuqtasidan bo'layotdi. Bugungi darsimiz mushaqqat bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.